Joyga to'planib ol. Mana plan qilyapsan. Tez hammang darsga kir. Qo'ymas ekansiz shunday bir. Ketamiz yaqinda mana shu maktab bitirib qutulasiz. Va bolalar kimda ikkita algebra kitob ketib qolgan, menda ikkita ona tili bor, almashtiramiz, kelishib ketamiz. Bolalar, orqasiga Shohjahon deb yozilgandi kitobim. Shunday qarab oringlar, 60 ming ishtirok to'lab o'tirmay. Va Sitor, men parta o'rtasidan chizgandan keyin chegara qilib o'zing ikki tarafga ajratib, o'shani yarmigacha o'chirdim, yarmini o'zing o'chir. Ustoz aytdi, o'chirib ketarkanmiz. 27-kun imtihonlaring bilasanlar. O'sha uchun imtihonga 5000 yig'ib mana ustozlaringiz stol qilishimiz kerak. Menga ko'zingni lo'q qilyapti, men uchun emas, ustozlarim uchun, tushundingmi? Nigorsa sizga atrofga tagga tashlaymiz, ha. Tak bolalar, imtihonlarni ham boshlab oldik, bilasizlar. Birinchi imtihon mani fanimdan, ya'ni dushman tabiiy fandan. Sizlar bilan 100 metrga yuguramiz. Ya'ni 100 metrda 10 sekundda kelgan odamga 5, 12 sekundda kelganingga tur, qolganlarga 3. Shuning uchun yaxshilab tayinlaninglar. Ustoz sir bo'lmasa o'zingiz nechida kelgansiz? Chiqib ket. Bolalar mana imtihonlar ham o'tdi, shu uchun. Gapim tugatmadim hali. Eshak. Buncha hammang baqir-chaqir qilasa, butun maktabda boshingga ko'taradi. Shuni ayting. Bitirib ketaman deb hammang maktabda boshingga ko'taryapsanlar. Undan ko'ra o'zlaringdan keyingi sinfga yaxshi o'rnak bo'lib ketsalaring bo'lmaydimi? Yaxshi narsalarni o'rgatib ketsalaring bo'lmaydimi? To'g'rimi? Aka, menga qarab ratishga darsdan qochayotgan vaqting faqat majliy o'rdan, tushundingmi? Chunki bu yoqda kamera olmaydi. Qara, hech qayerda kamera yo'q. Zarbat! Hali ham ketmadingmi? Ketaman hozir, domla, ketaman, bo'ldi men. O'rgatib ketdingiz, o'rgatib ketyapman. Bo'pti, mayli, yaxshi qo'yinglar. Hammalaring o'zlaringga o'rinlaring bor. Maktabga kelib turinglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. To'g'rimi, ustozi? Shuni ayting. Made the chalk stop with tears of like